misol grija kasalligiga qandaydir bir preparat dori bo'lsa, shunday aptekaga kiradi. Menga deydi, hali anti-grijadan bitta bering deydi. Bo'yin sohanikini berib qo'ying deydi. Yoki aptekaga kiradi. Menga deydi L5S1 umurtqali grijani svichasini bering deydi. Misolda yo'q narsada bu. Yo'q narsa. Necha yaqinroq kelamiz. Yelkangiz, boshingizni qo'yib olamiz aka. Yana bitta aka. Yaxshi, nari tomonga. Shu holatda to'g'ri yotgan holatingiz men tomonga ham shunday. Bukunmi? Yaxshi. Tega qarab o'tamiz. Razmiga hol qo'ying. Razmiga. Uzoq qimirlamayotding shunday 5 minut, 2 minut ham deyarli. Sababi hozir qon tezlanyapti-da sizda. Hali ashuncha xonasida qilgan siraz yotib oladi-da. Hali bosh aylanganini ham sezmaydi. Yaxshimi? Nojo'ya ta'sirini sezmadingizmi? Yo'q. Yaxshi, o'rningizdan turaverasiz, bosh aylanmayapti. O'rningizdan turib olasiz. Xonangizga chiqib yotavering bir yo'l. Keyin siz tortib qo'yasiz ham bir yo'l chiqib ketasiz. Rahmat. Aka, yonboshlab oling, sababi nagruska bo'ladi deb tursiz. Qog'ozi qani uni? Ichida. Ham betami? Xo'p, aka yonboshlab oling, uzoq turmang, belingiz tolib qolmasin. Hay, shart emas, tortib chiqaraveramiz. Xo'p, bemorimizni ham tanishtirib o'tamiz. Bu bemorda ham xuddi shunaqa, mana kasallik bilan kasallikda farqi bor deb ko'p gapiraman. Og'riqni kuchligi grijani millimetriga bog'liq emas. Grijani nervni qandirog'iga chiqqaniga bog'liq bo'ladi. Birinchidan. Og'riqni kuchsizi grijani o'ziga bog'liq emas. Grijadan tashqari qo'shimcha diagnozlar bo'ladi. Ana shularga ham bog'liq bo'ladi. Umurtqa pog'onasi faqatgina disgrija kasali bo'lmaydi. Grija kasalidan tashqari turlari ko'p bo'ladi umurtqa. Hozir yana bittasi haqida tushuntirib beraman bu kasallikni. Yana bitta turini. Xo'p, bemorimizni L2, L3 umurtqasida 3,5, L4, L5 da 5, L5 SB da 7. Qarang, boyagi avvalgi bemorlarimizning grijasini millimetri kichkina, lekin og'rig'i inalatyapti-da, to'g'rimi? Chida bo'lmayapti. Buksangizda. Endi nimaga buksasida og'riq kuchli bo'lyapti? 10 mm grijasi bor odamda buksasida deyarli bunchalik og'riq bo'lmayapti. Bemorimizni 7 mm grijasi bor, undan nisbatan kichikroq. Og'rig'i yurgizmayapti. Tushuntirib beraman hozir. Grijadan boshqa yana diagnozlar bor deganim. Xo'p. Buksamizda grija kasalligi bor ekan, protruziya kasalligi bor ekan, osteoxondroz kasalligi bor ekan, spondilartroz degan kasallik bor ekan va sakralizatsiya bu quymuchimizda uchraydigan kasallik. Sakralizatsiya haqida qisqa tushuntirib o'tib ketaman hozir. Sizga ham hali kecha aytdim-ku, xonada tushuntirib beraman dedim-ku. Shamollagan joyimi? Yo'q, qayer nima bo'layotgan? Birinchi sizni ko'rsatay. Bunaqa ulangan joyi bo'ladi-da, bunaqa joyi bo'ladi. Ya'ni choki bo'ladi kosanimizda. Sakralizatsiya deb mana shu joyda qizarib ketib, shamollab ketgan mana shu buksamiz. Ana shuning uchun mana shu buksamiz kuchli yoriydi sizni. Tushundingizmi? Bu yerda umurtqa pog'ona kasalliklaridan tashqari mana buksamiz kuchli og'riq bo'ladi. O'ng tomonmi, chap tomonmi? Mana shu og'riqlarni sakralizatsiya deb kasallikning bir turi bor. Ya'ni bu degani nima degani? Ya'ni krestis deb turib, mana chonog'imizni, ya'ni mana umurtqa bo'lagimizni kosamizni mana shunaqa birikkan joyi bor. Mana shu joyda vaspaleniya, shamollash, ya'ni kosamizni shamollash, qizarish paydo bo'ladi. Sakralizatsiya deb mana shuni aytadi. Bemorda juda kuchli og'riq bo'ladi shu paytda. Bu grijadan tashqari